O'zim topib, o'zim ishlatib, o'rganib qolgan xotinman. Og'irligim tushmasin. Og'irligim tushmasin, hech kimga Shuncha operatsiyamga, shuncha qarz olib, protsent olib, qarzga botib ketgandan vijdonim qiynalib, shu havo almashtirib kelaman deb o'g'illarini aldab chiqib ketganlar. Undan tashqari mana kundan kunga agar holat og'irlashami, yengillashami, bu yoqiga Alloh biladi. Hammasiga sabr bilan shukr qilsam ajr bo'lsa kerak bu narsalar, xudo xolasa. Hozir yoshimizda biz qancha 24 soatlab ishlasak ham biz organizmimiz qabul qiladi, lekin bu holani ishlab turganiga butun xalq yig'iladi-da, to'g'risi. 12 soatlab, katta magazinda, Targo sentrda men ishlaganman. Birinchi kelgan vaqtlarim qanaqa qiyin ekanligini bilaman. 1 soat o'tirg'izgani qo'ymaydi. Prям yurishingiz kerak u boshdan bu boshiga. Shu holatingizda 3 marta operatsiya bo'lgan holatingizga shu katta magazinda olib borsalik qilib yurganingiz butun xalqni yig'latdi, butun xalqqa saboq bo'ldi. Bosh og'risa ham, tish og'risa ham, ishlamasdan, pul topmasdan bahona qilib o'tirgan insonlarga bir saboq bo'ldi xola. Rahmat, butun xalqdan Alloh rozi bo'lsin. Qaysi millat bo'lsa ham, o'zbekmi, qirg'izmi, qozog'mi, tojikmi, haqiqatan har joydan telefon qilishyapti. O'zbekistonda ham har yeridan, hattoki Germaniyadan telefon qilishyapti. Alloh so'rab, nima qilib, hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Berganlardan ham, bermaganlardan ham, duo qilayotganlardan Allohim ikkala dunyoda rozi bo'lib, ajrlarini Allohim ikkala dunyoda bersin. Qizlar, sizlardan ayniqsa avvalo Xudo Quloqsa mana sizlarni sababchi qilib Xudoyim nima qildi, yo'llatdi menga. Sizlarga yo'llattiribdi bolalarim. Hali Allohim tepadan tashlab qo'ymaydi-yu. Kimgadir sababchi qiladi deb mana sizlarni sabab chiqibdi. Sizlar keldilar. Bizga shu plyus bizga qo'limizdan kelarmikin, kelmaydi dedilar. Haqiqatan kelibamki juda yomoni keldi qo'linglardan. Rahmat. Sizlarga rahmat. Quloqsa viloyat hokimimizga do yetib bordi-yu. Andijon viloyat hokimi telefon qilib hol so'rab 3 kun ichida yetib keling, hamma yog'ini o'zimiz qilamiz debdi. Ming rahmat. Xudo xohlasa shu analiz javoblarni ko'raylik. Ulardan baraka topsin. Masalan, pul bo'lsa pulimiz bor, vaqtimiz bo'lsa vaqtimiz topamiz xola uchun. Eson-omon sog'-salomat endi oxirgacha yetkazinglar deb xola yig'lab iltimos qildi. Bizlar ham ishlovdamiz. Bizlar ham musofirchilikka 95 so'm topib kelganmiz. Kelganlarga ham rozi bo'linglar. Lekin siz eson-omon sog'-salomat yuborsak, Xudo xohlasa nasib etsa yaxshi bo'ladi. Shu aytganda Andijonga borsangiz eson-omon sog'-salomat bitta qo'y so'yib stab odamlari bilan gap yo'q. Andijonda shunaqa odat ekan, obro'li mehmonlar kelsa, oshni ustiga hamdom suti. Qazi, bedanat xum. Bo'ldi. Albatta. Sizlar boraveringlar. Yaxshi kunlarda, to'ylarda ko'rishaylik. Ilohim. Bizni kuzatishda davom eting, hurmatli yurtdoshlar. Kimda-kim duo qilib, yordam qilib, 4 so'm, 5 so'm o'zini haqqidan, bolalarning haqqidan ajratib ehson qilganlardan Alloh rozi bo'lsin. Biz juda ham xursand bo'ldik, kutmagandik to'g'risi. Insonlarni ikkala dunyoda Allohim ajrini bersin, ikkala dunyoda. Shunday. Duolarini Alloh dargohida qabul qilsin. Bizni kuzatishda davom eting. Ertaga Xudo xohlasa onkologiya bo'limiga, butun Sankt-Peterburgdagi eng katta onkologiyaga boramiz, analizlarni topshiramiz. Operatsiya bo'ladigan bo'lsa, qildiramiz. Agar bo'lmaydigan bo'lsa, sog'-salomat nevaralarni bag'riga yuboramiz. U yoqda Andijon viloyat hokimi bu kishini kutyapti. Xudo xohlasa kuzatib borsalaringiz, batafsil videolarni qo'yib boramiz. Hammaga rahmat. Hokimimizga rahmat. Sizlarga saboq bo'lsin, boriga va dardiga shukr qiling. Biz ham shukr qildik. Rahmat hammaga. Rahmat. Sizlar ham rozi bo'linglar.